Abla sanasida YouTube kanalida bizni faol kuzatayotgan obunachilarimiz mana gilos kurte payvandi bo'lyapti. Mana ko'p do'stlar bu xolodilnikda saqlaganmiz giloslarimizni. Xolodilnikka olib qo'ysalar, -1, -2 da turaveradi, hech narsa qilmaydi. Ko'pchilik gilosni erta bahor bilmaydi. Payvand bo'lishini, xudmonikini bilishi mumkin, skana payvandi bilishi mumkin, lekin gilosni bilmaydi. Mana ko'p do'stlar kurte payvand mana bir kishi orqadan bunaqa qilib baylab keladi. O'zimizni salafan itda mana ko'p do'stlar mana usulda kesiladi, mana pindida olinadi, solinadi mana. Yog'ochi bilan mana. Mana qizil bo'lsa solinmaydi. Ichi sariq yo qizil chiqsa pindik solinmaydi. Sababi u aynigan bo'ladi kaltangiz. Mana qo'l berishlarni ko'p do'stlar. Holatlari zo'r. Videoni mana gilosda payvand qilaman degan do'stlarga yuborib qo'yasizlar. 4-aprel sanasi 2025-yil. Sog' bo'lasizlar. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Baytda ko'chatimizni avgust oyida payvand qilmaganmiz 2024da, sababi yaxshi navlarimiz bor edi. Erta bahorga olib qo'yganimiz. Kanalni rivojlanish nuqtadan layklar bosib qo'yasizlar. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa kunli yangilarimizni tashlab boramiz. Sog' bo'lasizlar.